Bolalarni uyqusini buzadigan, maktabda tez siyishga qatnovchi shikoyatlari bormi? Bittada hal qilamiz. Hozir men sizlarga bitta dorini tavsiya qilaman. Ushbu dorini qo'llasangiz, yuqoridagi muammolarni hal qiladi. Ushbu dorining nomi salifenatsin. Uning ta'siri qovuqqa kam miqdorda siydik yig'ilganda qovuq kam siydikni ham tez chiqarishga o'rganib qoladi. Ushbu dorini qo'llasangiz, qovuq o'zini me'yorida darajada siydikni yig'ib, keyin chiqarishga moslashadi. Dorining ta'sir mexanizmi qovuqning faoliyatini me'yorlashtirishga qaratilgan. Bolam tuni bilan ko'p marta siyishga boradi. Har 10-15 minutda hojatxonaga qatnaydi. Aynan bu kasallikning sababi giperaktivni qovuq hisoblanadi. Chunki giperaktivni qovuqda nerv tolalari qovuqqa oz miqdorda siydik yig'ilganda ham uni chiqarishga o'rganib qoladi. Ushbu salifenatsin dorisi qovuqdagi siydikni me'yorgacha yig'ib, keyin siyish hissini paydo qilishga olib keladi. Ushbu salifenatsin dorisini 3-5 yoshdan katta bolalarga 5 mg dan kuniga bir mahal qo'llang. 10 kunda o'zingiz xohlagan natijaga erishasiz. Farzandingizda urologik muammolar bo'lsa, yuqori texnologik asboblar hamda malakali mutaxassislarni bir joyga jamlagan Kompus Hospital klinikasiga murojaat qiling.